anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Turg'an To'xtamning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nozugum nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Nozugum, o'zingizga ogoh bo'ling. Endi biz ko'miga mushukin qolgan mıydı? Bular erlarni azobligini oz degandek, qizlarimizmi kun ko'rsatmaydigan o'xshaydi. Qumush aralab kun chiqdi. Yolg'iz boshqa mum tushdi. Men nozukni tutqili sulun cheriklar chiqdi. Nozugum, yaraysiz. Siz o'lib ketsangizmi, lekin biz bu jasoratingizni unutmaymiz. Siz uchun intiqom olamiz. Kızımni qo'yib yutinglar. İflaslar. Xo'sh aka, nerede bo'lsaqmi omon bo'laylik. Boqimni ko'rib qolsam, meni uni taqatsiz kutadiganligimni aytdim. Hay, bu Aysam, rastla av odam Imin akam o'xshaydi-jumu. Yurish turishlari haqiqatan o'zi chaqirib baqaymi? Yo'q gapni qilmisizlar. Imin axunka? Hay, Imin axunka. U cheriklar qo'llarini jo'nib tillig'iga qaramay, o'zlaridan 40-50 qadam nerda o't qalayotgan odamni qo'l pulanlatib chaqirdi. Imnaxon, seni chaqiryotdi. Avi chiroyli cho'kan seni tunuydigan o'xshaydi. Yurtingdan qeyridoshlaring kelib-olsa, beshingni ko'taray demaysan-ku, dedi o't qalayotgan odamning qishig'i kelgan kishi. Faqat shu chaqdala o't qalayotgan odam qo'lini oldiga tortib olgan peshtamisiga surtib etib, "Meni chaqiryaptam-da" deb hayron bo'lgandek birpas tengirqab turdi-da, ondan osta mengib yo'ldan o'tib ketayotgan tutqunlarga yiqildi. Yo'q, Nozugum xatolashmabdi. Ularga qarshi kelayotgan Rastilla buvi Oysamning eri Iminaxun ekan. "Rastilla Iminaxun kamkan-ku?" dedi Nozugum yiqilib kelayotgan odam Qashqardagi qo'shnisi ekanligiga ko'zi yetib. Chorvadorlarning o'tini qalab yurgan bu odamning o'z eri ekanligini bilgan buvi Oysam ikki olqini bilan yuzini yepib, o'nini chiqarmay yig'lavatdi. Chiroyini eriga ko'rsatkusi kelmay, buquldab yig'layotgan bu juvonga boshqalarmu gap qilmadi. Ularga yiqilib kelgan Iminaxun Nozugumni tunib hayron bo'ldi. "Voy, Nozugummi sizlar? Sizlar qandoqlarchi bo'lib, bular qo'shilib qoldinglar? Ya Alloh singlim, sizni rost ko'ryapmanmi, yog'immi? Alimali qandoq? Teshliq turganda?" "Teshliq, o'zlari bu yoqlarga qandoq kelib qoldilar, Iminaxunka?" "Hey, hayotning gardishi shundoqkan-da singlim." Bu ikkisining so'zlashayotganligini ko'rib kelayotgan buvi Oysam go'yo erining o'nini anglamay degandek chekilib tengib olgan yig'ilqini tushirib qo'liqini yopdi. "Biz bilan birga ketayotganlar orasida buvi Oysammi bor?" "Nima? Buvi Oysam? Buvi Oysam qani? Buvi Oysam?" deb varqirab tutqunlarga teximi yiqilib keldi va uyqusidan bemezgil uyg'ongan odamdek tenib tamtirab nima qilarini bilmay qoldi. "Oysha? Hay buvi Oysha! Sen nada Oysha?" "Ana, Nozugumning qishida ketayotmamdi. Mana-ku." Nozugum yuz ko'zini yog'liqi bilan purkab yepib elib, ittik ketib borgan juvonni sharif qilib ko'rsatdi. Emin Axun darhol ayolini tonidi. "Buvi Oysam? Buvi Oysam, beshingni ko'tirsangchi. Bu mengo jinim. Seni ko'migilimi bir talay vaqt bo'lib ketibdi." Buvi Oysam qo'liqini teximi qattiqroq yepib, o'llik yig'ladi. "Ko'nglingni buzmag'ina buvi Oysam. Mana men tirik-ku. Menga qarsangchi jinim." "Mundaq tirik shurgandan o'lib ketganlari yaxshi emasmidi?" "Ma'u xotin nima deydi endi? Men seni obdonroq beqish uchun jahondorchilik qilib yuraman-ku mana." Buvi Oysam boya xotinlar bilan vatan, yurt, erlar to'g'riliq qilishgan paranglarini esiga oldimu yoki barliq Qashqar xalqi on yurtni deb qon to'kib jang qilayotganda erining pul tepish uchun bu taraflarga kelib xalqlarning meylini beqib o'tini qalab yurgini jiniga petib ketdimu, shuncha vaqtdan bir erkak didori bo'lsa shuning bilan ketishga tayyor turgandek ko'ringini bilan hozir 7 yil uy o'choqliq bo'lgan eriga qarabni qo'ymadi. "Nimachi yig'laysan buvi Oysam? Taqdir shundoqkan. Beshingni ko'tagina.
Seni qandaq bo'lsa-mu qutuldirib ketaman. Pulga setib bilish kerak bo'lsa, setib olg'uchiligim bor. Pul degan mana. Eminaxun yozichi topgan tapovatini chekib, bog'lab olgan dalvig'ini ko'rsatdi. Meni ovqat qilmay, bekorga lalanglab yurdi deb qolma. Endi undaq topgan pullarini chekilarga teng'osila. Buni nima davotida endi xaloyiq? Bu Oysham, ang bo'lmaganda Xudodan qo'rqsang-chi. Emin Axun ayoliga gap qilaman deb pat-patla cho'plarga putlashib yiqilib tushadi-da, ondan yana turib mang'atdi. Ayoliga qatorlashib yetib kelganda, naysini tanglab yaqin keltirmayotgan cheriklarga bu mening xotinim deb Buvi Oyshamni sharat qilib ko'rsatdi. Buvi Oysham bo'lsa, uningga yuzini ko'rsatmay yig'lab kelyotdi. Nuzgum singlim, bizning o'diklarga bir narsa desilichi. Uningga nima bo'lgan? Kerak bo'lsa, kuragichi billi berib, Jonjon janoblarga yombu to'lab, uni qaytirib olg'uchiligim bor. Men nima deyman, Eminaxunka? Bu yerlarga kelguncha Buvi Oysham olcha patatdi demdilar. Balki silini ko'yganda shu ig'ir kunlar esiga tushib ketgandi haqichan. Hey, xotin, og'zingga beqiproq so'zlar juma. Dedi Buvi Oyshamga arlik g'ururi qo'zg'ilib ketgan Eminaxun. Nima, yolg'onmi? Ko'rib qolg'ishqili jinim, iyim, xotinim deb farqirganning nima keraki? Sizga xotin kerak emas. Bol dunyo bo'lsa bo'ldi. Xotin kerak odam. Bola chaqasini tashlab yetib yoqqa yurtlarda yurmaydi. Sizga Buvi Oysham kerak bo'lsa, nemishqa Qashqarga chaqda elib qolmadilar. Xudoning ko'zi bo'lsa, bizga o'xshash ojizlarni sizga o'xshash erlarni xotin qilib yaratdi. Erkak bo'lgan bo'lsalar, yurtning beshiga kun tushganda nadidilar. Voy Buvi Oysham, shunchalikmi qattiq gaplarni qilganlari nemisi? Yolg'onmi? Bu odam uni ko'rib qag'ashqila, jinim xotinim deb xiyridorlik qilyotdi haqichan. Xotinlarning alfozini ko'rib, ularning og'zidan chiqqan gaplarni anglab, umidsizlangan Eminaxun ichida g'udung'ib bir narsalarni dedi-da, putida mag'dura qolmagandek mengishni sal ostilatdi. Buvi Oysham texichilar ikki qo'liqini mahkam yepib, beshini ko'tarmay kelyotdi. Eminaxun tutqunlarga agishib, xonyoyliqning yerim yo'lig'icha keldi-da, ondan ayolning ichiga erimaydigan muz o'rnab ketganiga ko'zi yetdi-mu, yoki beshiga boshqa o'y keldi-mu, asta-asta kayniga chekinib qiylayverdi. Buni ko'rgan ba'zi xotinlar, balki u necha vaqtdan beri xonyoyliqqa yig'ib to'plagan mol dunyosidan qiymag'andi. Balki shularni bir taraf qilib yetib, kaynimizdan qo'g'lab yetib kela, deyishdi. Tutqunlar xeyli yergacha Buvi Oyshamning parangini qilishib mongdi-da, ondan bu tavaning tabiiyatiga hayron bo'lishib, oldidagi tepishmoqqa o'xshash taqdiri haqida parang selishga boshladi. Ular o'z yo'llarida uchrashgan har bir narsaga, balki bizning borar joyimiz mushu ekan degandek qarashatdi. Buvi Oysham bo'lsa, xon yoyloqdan o'tib ketguncha beshini ko'tarmay jim mongdi. U hayotida uchragan jafolarga bardoshlik berib, umid qilgan erining ahvoli boyiqidek bo'lgandan keyin amdi hech kimdan hech nimani umid qilmay ketayotdi. Safardoshlari bo'lsa, uni o'z holiga qo'yib, xeyli vaqtgacha gap so'z qilmadi. Qizlar bu juvonning o'z ko'nglini o'zi bazlashini muvofiq ko'rdi. Sürgünler Şatu degan mahalladan o'tib, Tangirtog'ning taskiyisidagi Tekes vodisiga ulishishi bilan Qashqardan minglagan xotin qizlarni polib kelyotgudek degan xabar Mo'ng'ul ko'ra atrofidagi Mo'ng'ul ovullariga tez tarqaldi. Bu xabarni anglab boshlarida uzun bir ishkidan o'rim chechiba, ballariga bog'lagan yeshil, hol, qizil, qora balvoqlarga otning quyruqidan yasalgan yelpigich va tamaki xaltalarini qistirib, erkiga rosa to'yib chalva qilgan Mo'ng'ullar kelishmoqda edi. Otlarga singayon menishib olgan Mo'ng'ul baglarining ba'zilari polinib kelayotgan bu qiz cho'kanlar orasidan xotin qilishga, ba'zilari qul o'rnida ishlatishga loyiqlarini setib olishga oldiraydi. Ular palangan bu sürgünlərinin eli tarafga o'tib ketishidan burun o'zlari ko'ngliga pukkan chiroyliqlarini ombalga aytib, uning og'zini moylab elishning ko'yida edi. Tutqunlar qorliq egiz tog'lardan yiroqlashib, Tekes vodisini yaqinlab mongan seri bosh uchi yo'q cheksiz dala boshlandi. Bu dala yo'llari bilan o'zlarini nega opardig'ini bilmaydigan qizlar
ko'z oldida ko'kirib turgan biror daraxtlik joy ko'rsila, borar joyimiz shu o'xshaydi deyishib, shu tarafga talmirishib qaraydi. Cheriklar o'zlarini mundaq yerlarda to'xtatmagandan keyin o'msilib qolatdi-da, yana bo'yniga org'amchi silib so'ragandek ixtiyorsiz ilgarilaydi. Ba'zi qizlar endi qancha jafo tortsaqmi, yo'lda tortgan jafoyimizchilik bo'lar desa, yana birlari oldirmang, ko'radigan kunimiz endi boshlanadi. Ilgari qancha qiyinchilik bo'lsa-mu, madad bo'lgudek yurtimiz bor edi. Yaqin yurtlarda bizga kim yer yo'lak bo'lsin? Qayg'u hasrat deganning cho'ngi endi bir-birimizdan bo'linib ketgandan keyin boshlanadi deyishatdi. Tutqunlar Eli vodisiga o'tishi bilan shimol tarafda qad ko'targan Jo'ng'ar tog'larini ko'rib, endi o'sha qorliq tog'larni besib o'timizmikina degan o'yga keldi. Ikki tog'ning o'ttirisida Eli vodisini qoq o'ttiridan bo'lib, kun chiqishdan kun petishga eqayotgan yiroqdagi daryoni ko'rib, ularning tashvish andisi texmi kuchaydi. Ular Eli tavasiga o'tishi bilan qora raqdan jiyak tutilgan oq molxay kiygan Uyg'urlarning o'zlariga yaqin kelishidan qo'rqib, qayg'u hasratlariga o'rtaqlasha olmay yurganini his qilib, bularning holi xarob o'xshamamdu deyishatdi. Demisimu kiyim kechaklari yirtilib, atidan kechgacha etizda ishlagani uchun chiroylari qoridab ketgan bu odamlar bir-biridan judang va ruhsiz edi. Ularning bu echinishlik holini ko'rgan Nuzugum bir daqiqa o'zining ig'ir qismatini esidan chiqarib, "Manju amaldorlar bu yerdagi xalqlarni qo'l o'rnida ishlatib, qoq ustixonga aylantiribdi. Sada bu zamon nima bo'lib ketib bordikin tang? Asrlar bo'yi Manju xonadonligiga bo'ysunmay kelayotgan Qashqar yerdagi xalqning ahvoli bo'lsa ana. Bu yoqdagilarning ahvoli mana. Shu chaqda bizning oramizda mo'yinchirg'a o'xshash dunyoni zilzilaga keltiradigan botirlarni tug'adigan xotinlar yoki uningga o'xshash shir yurak yigitlar yo'qmikina?" deganlarni o'yladi. Xuddi Nuzugumning o'yini bilib olgandek, "Mushundaq vayronchiliklarga uchrayotgan xalqimizni qutuldirib, ozodlikqa boshlagudek biror qaysar tepilmasmi? Tepilishigu tepiladi, ammo yolg'iz odamning nimaga chomi yetsin? Ang oldi bilan xalqimiz o'm bo'lib, bir yoqadan bosh, bir yoqdan qo'l chiqarishi lozim. Albatta, shu chaqda qalbiga erishish mumkin. Qachon shundoq o'm bo'limizkin tang, birimiz bir ish boshlasak-la, ikkinchimiz uningga chalmay etib, chetga tortamiz." Ular bu chaqda shivoq o'sgan do'ngning qoptilida kelyotdi. Nuzugumning gapini anglagan qizlar putlarining og'rib, yerib ketganlarini unutib qilishdi. Endi ularning har qaysisi o'z o'y xiyollari bilan band edi. Bu yerdagi yo'lning to'pisini yozda yaqqan yomg'irlar eqitib, faqat qum sheg'illarli qolgan. Ba'zi yerlarni odam o'tkisiz yer elib ketgan edi. Tutqunlar qiynalib yurib bu yerlardanmi o'tdi. Ular qoptonlardagi yezlardan tövalligan seri dalalarning u yer bu yerida dehqonlarning cho'qchiyib turgan kapillari ko'rindi. Asrlar bo'yi suv ko'rmay, chok-chok yerilib, qo'g'jirab yotgan sho'rtang yerlar bilan kelayotgan surgunlar bu kapilarni ko'rib, ixtiyorsiz ustab, yerilib ketgan kolpuklarini yalab qo'yatdi. Chunki bu kapilarga yaqinlashgan seri dala shamili uchirib kelgan qo'g'illarning xushpurqi ularning dimoqlariga urilgan edi. Surgunlarni muhofazat qilib kelayotgan cheriklar bo'lsa, mol qo'rusiga hujum qilgan bir to'p bo'rlardek qo'g'illiqlarga besib kiratdi-da, bir pasning ichidala yeganini yeb, yemaganini dasab, chiqib vayron qilib yetadi. Cheriklarning bu vahshiyliklarga ilojsiz sabr qilib turgan qo'g'inchilar nima qilishini bilmay, go'yo az xushini yo'qotib qo'ygan odamlardek boshlarini sangalatib shuk turishga majbur edi. Ular yozichi qilgan mehnatining husulini endi yig'ishtirg'ilayotganda qo'yun tozdek paydo bo'lgan cheriklarning qo'g'in tovuzlarni xona vayron qilayotganiga ich-ichidan nafratlanadi. Nuzugum o'zlaridan ancha yiroq emas yerda katmaniga toyinib turgan dehqonning g'amkin holatini ko'rib, "Cheriklar, bu bechoraning qo'g'in tovuzidan hech nimani qoldirmadi. Endi u qariqishdan qandoqmi chiqa? Shuni deysizlar, bu qayg'u hasrat bizgili keldimikin desak, bu yoqdagi Uyg'urlarning beshidimi yetib oshqudek ba o'xshaydi.
Qizlar bir talay yergacha yo'lda uchrashgan Uyg'ur dehqonlarining hayoti haqida parang selib mengishdi. Bu yerdagi Manju hukmronlar va ularning yaloqchilari ot ustida o'ynab kulib yurgani bilan Uyg'urlar o tarafning xalqiga o'xshash etizlarda ishlab kunda kuyib ketibdi. Bu xalqning bizni janubdan ochliq o'stirib, sepil so'qtirg'ili ochiqayotgani rost o'xshaydi. Sirgullar yo'lda uchirgan qurilishlarda bosh ko'tarmay ishlayotgan Uyg'urlarni ko'rib, texmi cho'nqur xanda qoldi. Aslida biz haq jafo mushaqqatga tug'ilgan o'xshaymiz. Deydi, eliliqlarning yerdan beshini ko'tarmay ishlayotganini ko'rgan Nuzugum. Necha kundan beri tog'u toshlardagi yo'llarda mengib qiynalib ketgan ot uloqlar qum to'puluq kang dalaga chiqqanda boshlarini egiz ko'tarib bir xil qadam tashlaydi. Tutqunlarga u yer bu yerda to'plashib o'sgan to'g'raqlar, qo'mushliqlar uchrashqa boshladi. Kuz boshlangan seri daryo suvi tortilib, yozicha suv yeyilib oqqan yerlarning to'pisi akchib, yerilib ketgan edi. Daryo qirg'oqlaridagi Majnun tollarning notilari suvga chilishib turadi. Ba'zi yerlarda egiz o'sgan jigidlarning yopirmoqlari ko'mishdek tovlanib ko'rinadi. Qog'i jigidisining pishib ketganini ko'rdinglarmi? Bu yerlarda qizil gullarmi nurg'un o'xshamamdi. Qaranglar, ovi echilib g'ulida qurib, g'azang bo'lib ketgan gullarga. Ajabmi go'zal yer ekan bu. Ammo yeri go'zal bo'lg'ini bilan uningda o'ynab kulgidek odami yo'q o'xshamamdi. Qizlar daryo bo'yidagi manzirlarga zo'qlangan bilan poshilar ularning yalang'och tallarini chiqib, ko'ngillarini beorom qilishga boshladi. Bizning qinimizni sho'rmagan poshilar qolgan chig'i, deb yuziga qo'ngan poshini olqini bilan urib o'ltirdi bir qiz. Tug'ilgandan beri Qashqarga o'xshash shaharda yashab kelgan qizlarga kechqurunliqi monallashib turgan G'ulji shahri to'pichang ichida yetimsirab qolgandek ko'rindi. Ularni bir-biriga bog'lab yasalgan yo'g'on qo'mish kema bilan daryodan o'tkazdi. Daryoning bu qirg'iqidan 40-50 odamni elib mongan qo'mish kema suvning eqishi bilan bir chaqirimdek eqib, kemachilarning tinmay paloq urishi orqali oran deganda u qirg'oqqa yetadi. Lekin mundaq kemalar xeylijiq bo'lg'achqa chopsan qatnab tutqunlarning hammasini bu qirg'oqqa bir kundala o'tkazib bo'ldi. Ular shahar tarafdagi yo'l yaqinlarida, ko'vriklar ostida va suv eqib yer elib ketgan qirg'oqlarda chechilib yotgan qabrlarni ko'rib, texmu ruhsizlanib ketdi. O't-cho'p o'smagan toqir yerdagi tarqoq yotgan qabrlarga qarab bir oz yergacha jimjit bo'ldi. Oradagi so'rin jimjitlikni yana buvi Oysham buzdi. Atrofni butunlay qabrlar qopsab ketganmi nima? Shuningga qaraganda bu yurtning odamlarimi bir zamonlarda yuqumli kasal tekkandek qirilib ketgan o'xshamamdi. Qoyoqqa qarsak, oyoq elib mong'usiz zaratgohliq bu. Men shuningga hayron bo'layapman. Muni qabrlarga qaraganda bu yerning xalqimi bizning yurtlardagi odamlardek pot-potli Manju hukmronlarga qarshi jang qilib turamdi nima? O'z zamonlarida bu yerlarda Mong'ollarning qirg'inchiliklari bo'lgan. Balki bu shu chaqlardan qolgan qabrlarmikin? Chunki biz haq o'lgan odamlarni ancha-vala egisiz tashlab etmaymiz-ku. Ilixo'ga o'tgandan beri ko'rganlarimizning ko'pi shularning qabrlari bo'lsa kerak. Keyinroq Manjular yurtimizga hukmronlik qilganda bu yerga Uyg'urlarni palagan. Shuning bilan Uyg'urlar texmi ko'payishga boshlagan. Aslida jungarlar o'lgan odamini so'g'imi, aydalag'imi tashlab ketaveradi ekan, dedi Nuzugum atrofga hayron bo'lib qarashayotgan qizlarga. "Ovu zaratgoh musulmonlarning o'xshaydi, ha?" dedi buvi Oysham qizlarga cho'risi so'qmi tom bilan qo'rshilib, atrofiga oq derak tikilgan qabristonni ko'rsatib. "Ha, shundoq taqiladi", deyishdida birdilla kayfiyati o'zgarib ketdi. Qabristonlikqa kiradigan darvoza ko'k sir bilan sirlanib, darvozaning peshonasiga Qur'on suralari yozilgan edi. Darvozaning ikki tarafidagi oncha egiz bo'lmagan gumbazlik uylar ko'zga alohida tashlanib turadi. "Menmi biz xalqning zaratgohligini mushundaq bo'lar deb o'ylab edim. Bularmi bizga o'xshash zaratgohliklarni bekpakis tutadi ekan. Ko'rdinglarmi, uning ichiga gullarni terib saramjon qilib atganini?" Qizlarning ko'ngillari o'rniga tushib qolgandek bo'ldi. Shahar ichida tom so'qib, ustini bo'ri bilan yopgan.
Bir-biridan farqlanmaydigan pakar uylar ko'p edi. Uylarning oldidagi inchga oq teraklar, odam kuchiga yetmaydigan so'gatlar, ko'ch tarbi egiz tom bilan qo'rshalgan ozoda hovlilardagi supular bilan choyxonalar ularning ko'zlariga bo'lakchali illiq ko'rinib ketdi. Qaranglar, ularning choyxonalarimi bizning choyxonalardan zodila farqlanmaydi ekan. Boranglarda tushib ketgan qopoq cho'mishlarni, uzumlarni qaranglar. Bu tarafda Uyg'urlarmi ko'p o'xshaydi. Bularmi baribir bizning qarindoshlarimizda. Faqat ularning ba'zilari elig'i buningdan 70-80 yil ilgari bizga o'xshash haydilib chiqqanlar. Bu tavada Uyg'urlar bilan Mo'ng'ullardan boshqa mutayyibalar bor o'xshaydi. Qaranglar, avu hoylilarda tunguzlar qadrab yuridi. dedi boyadan beri qizlarning savollariga o'zi belginicha tushuncha berib kelayotgan Nuzugum. Tutqunlar bunda qo'ylilarning oldidan o'tganda uningdan chiqayotgan sesiqchilikqa chidab turolmay eg'izlarini oliqonlari bilan yepib ta'tir qarab oladi. Shahar ichida odam ko'p edi. Boshlariga do'ppi kiygan Uyg'urlardan ko'ra uchisiga uzun, ishki yenida yeriqi bor chopon kiyib olgan. Beshida tizig'i tushib turadigan yolg'iz o'rimchecha barmonjular bozor rastillarida. Do'kon pokaylarda o'ltirib uzun g'ong'izlarni purqirtib chekishmoqda. Kunning issiqiga qaramasdan boshlariga qora yungdan silindir shaklida tikilgan kegiz qalpoq, qilin chopon, hatto juvi kiyib olgan mo'ng'ullar. Oli chopon bilan oli do'ppi kiygan anjolliqlar. Oq qalpoqlarni cho'kirib kiyib, ot to'gilarni yetilishib yurgan qirg'izlar va boshqa tonish bo'lmagan har xil millat vakillariga tava odamlar shahar ko'chalarida uyon-buyon mengishib yuradi. Manchin xonadonligining Qashqariyadagi shaharlarga avatadigan narsalari mushi yerga markazlashganligi uchunmi boshlariga har xil unvondagi bosh kiyimlarni kiygan cheriklarning boshliqlari ko'plab uchrab turadi. Nuzugum ba'zida ot mingan Uyg'urlarni uchirtib qolsa, balki bular orig'i tushib bizni qutuldirib qolamdikan degandek ularning ko'zlariga talmirib qaraydi. Lekin umid qilgan heliqi odamlarining Mo'ng'ul do'rg'ilari bilan Monju amaldorlarga yiroqdilla otlaridan tushib, egilib ta'zim qilishib, qo'l qo'shtirib turganini ko'rganda ulardan ko'ngli sovib qoladi. Bo'libmi, azaldan ezish xo'rlashlarning hammasiga ko'nsimu, lekin xotin qizlarni haqoratlaganda chidab turolmaydigan xalqning mundoq cho'paylishib ketganini bayqaganda, "Sodi zamon bizdan yuz o'rganmi nima?" deb hayron bo'ladi. Aslida sharqdagi boy madaniy mirosga ega xalqning oxirgi yillari mushinchilik holga tushib, vayronchilikqa uchirganining sababini o'ylab, uning oxiriga yetolmaydida bir turib, buning ko'rming sabablari bordir deydi. Shahar ichida biz haqqa qaraganda Mo'ng'ullar bilan Monju ko'p o'xshamamdi. Jangdan keyin bu yerga ichkirdan ko'p odam yo'tkab chiqdi-da, uning ustiga Uyg'urlar dehqonchilik qilib, etiz eriqlarga chiqib ketgandi. O'ylilardagi mol-varallarning oyig'idan chiqqan chili qig'larni orvalarga besib ketib barqachqa, ularning sesiq puruqi ko'chalarga tarqalib ketgan edi. Bu shaharning ko'chalarida qator o'sgan oq terak, so'gat, tallar ko'p bo'lib, shaharni yeshil bo'stonlikqa aylantirayotgandek ko'rinadi. Ammo hozir qayg'u hasratda qolgan tutqunlarga shaharning bu go'zal manzarasi oncha ta'sir qilmadi. Ularni nayzi miltiq tutgan cheriklar shaharning sharqidagi Yomul tarafga haydab kelyotdi. Necha kundan beri uzun yo'llarda jafo mushaqqatlarni tang tortib kelayotgan bu qizlar bir-biriga echakishib, intayin mehribon bo'lib ketishgan edi. Shunglashqa hozir ular ayrilib qolmayli degandek qo'llarini mahkam tutishib kelyotdi. Ular o'zlarini Yomul qo'rosiga haydab kirganda Mo'ng'ul so'lulag'i setildiganligini anglab bir-birini quchoqlagan holda yig'ilishib ketdi. Bu chaqda Yomulga kirgan uzun chachliq Jangjun bilan bir muncha amaldor va tutqun qilingan Uyg'urlarni arziniga setib elib, xolig'inicha setib o'ginib ketgan Monju Mo'ng'ul boylari. Ambal do'rg'ilar Qashqardan keltirilgan qizlarning oldi kayniga o'tib, xuddi molga qaragandek zanselib qarab, ularning narx-navosi to'g'riliq so'zlashgili turdi. Buni ko'rgan qizlarning arvohi uchib, ko'ngillari parishon bo'lishga boshladi.
Ular nima qilarini bilmay, do'stlarining kiyim-kechaklarini mahkam tutib olgan holda turishadi. Tutqunlarning bir-biridan ayrilish vaqti soati yaqinlashgan sari Nuzugumning ko'nglimi yetimsirab, miskillashib ketdi. U o'z beshiga bu mudhish taqdirning yana qanday kulfatlarni soladiganligi to'g'risida xiyolga botgan edi. Yo'lga chiqqan birer oyga yaqin vaqtdan beri u nurg'un safardosh do'stlaridan ayrildi. Hozir qishida mung aytib ahvollashadigan do'stlaridan faqat bu Oyshamni qopdi. Ular bir-biriga nurlarni yiqishib o'ltirib paranglashmoqda. Peshonimizga yezilganni ko'ramiz Nozugum. Ishongan tog'larimiz o'rilib ketgandan keyin nima kun ko'rsak baribir emasmi? Uncha vala umidsiz bo'lib ketmasizlar bu Oysham. Texi Emina xunkam keyinlardan kelib qutuldirib olamdi. Nerdan biladilar? Vijdoni qaynamagan erning bordan yo'qi yaxshi do'stim. Men uni xon yaylaqdan tushib kelayotgandilar. O'ldiga chiqarib etgan. Kelgan bilanmi yuziga qaramayman. Erim yo'q desimu, odam o'zini bir oz erkin sezadi ekan. Ko'ngilmi xotirjam bo'lib qoladigan o'xshaydi. Silg'u har holda erlarni ko'zlar bilan ko'rib, ko'ngillari bir taraf bo'ldi. Men bo'lsam texicha sarson bo'lib yuraman. Xeyli vaqtdan beri erim boqining biror derikini ololmay, ko'nglim g'am bilan andishadan xoli bo'lolmay kelyotdi. Bir hisobda muğu er kishi deganning o'zini ko'may, sirtidan seg'inib yurgan yaxshikan. O'zini ko'rgandan keyin menga o'xshash chopsali ko'nglingiz sovib qoladigan o'xshaydi. Haytangay, mening ko'nglim boqam qishimda 360 kun o'ltirsimi sovmaydi. Bu tarafga haydab mangani palanganlar orasida Abdulla akamni chala pulini ko'rib qoldim-da, ondan unimi yo'qitib qo'ydim. Hitgoh maydonida yiqilib qolgan otamning taqdiri nima bo'ldi ekan? Shu yerda qazoga uchirgan qizimni opirib, yerligiga qo'yg'idek bir musulmon chiqqanmidi? Qayg'u mungni qancha besib, sabr qilishga tirishsimu, ammo ba'zida o'zini tutolmay qoladigan Nuzugum bu qitimmu yana ko'ziga yosh oldi. Ko'ngillarni buzmasalar, balki tatgan jabbalarimiz mushuning bilan tugab, endi baxtli hayot kechirib qolamizmi kim biladi? Shuncha vaqtdan beri g'ayrat qilgandan keyin yana bir oz sabr qilayli. Yo'q do'stim, yig'lamayman. Qarindoshlarim esimga tushib ko'nglim buzilib ketdi. Men faqat shular uchun bo'lsa-mu, dushmanlardan intiqom olishim kerak. Meni Mo'ng'ullar sassimi, lekin ularga hargiz bo'yin egmayman. Mana bu gaplari joyida bo'ldi. Agar mening erim yo'liqmagan bo'lsa, men misliga o'xshash mahkam turatdim. Ammo undaq erlar uchun jonni xorlashning nima hojati? Ayrıldigan vaqtimiz borgan seri yiqilishyotdi. Undan ko'ra qizlarning ko'nglini ko'tarib bir naqsha aytib baslar Nozugum. Bundan keyin o'zlarini ko'msakmi? Naqshlarni aslab aytib yurayli. Bu Aysham rostaydi. Qani, naqsha aytib bering Nozugum. Qayg'urib ko'z yosh to'ksakmi, baribir ko'radigan kunimiz mushu o'xshaydi. Undan ko'ra o'zakmi naqsha aytib o'layli. Nuzugum bir pas ko'nglini besib, o'zini tuzab, ichida qo'shiq to'qiyotgandek jim o'ltirdi-da, ondan rostilla xo'shlashish vaqti yiqilishayotganligini aslab, qizlarning ko'nglini xush qilish maqsadi bilan pas ovozda naqshi boshladi. Men Qashqardan chiqqili, tushak silib yotgan yo'q. Onam qo'ygan sochimga tog'oq silib boqqan yo'q. Otamni men seg'indim, akamni men seg'indim. Tirikmikin shu dadam, xabarini bilmedim. Nuzugumning naqshisini dastlabda uning cho'risidagi qizlar tingshigan bo'lsa, keyin uning qishig'a boshqalarimi kelishga boshladi. Nuzugumning mo'ng'liq ovozda aytilgan naqshisi tutqunlarga yana bir qitim el yurtini eslatgandek bo'ldi. Bir chaqda Yomul hovlisining chetida turgan erkak tutqunlar orasidan "Singlim, borkansiz. Men texi sizni muzdavolada xiyim xatarga uchrab ketdimikin deb voyim qilib yuratdim." Nuzugum Yomul ichini chang keltirib varqirgan oksining ovozini anglab, o'rnidan irg'ib turdi-da, o'zini oksining bag'riga otdi. "Jinim aka, senimi ko'radigan kunlar bo'ladi ekan-a?" Uzundan beri bir-birini ko'rmagan qarindoshlar quchoqlashib, ko'z yosh to'kib yig'lashdi. Bu holni ko'rgan boshqa tutqunlar chidab turolmay, xeyli vaqtgacha o'zlarini to'xtatib ololmay o'pkidab yig'lashdi.
Endi seningdan peşimni çapsımı ayrılmayman aka. Bunun sizmi hamma yaqinlarimdan ayrılıp yalğız yegani bo'lib qoldim. Ko'nglingizni yerim qilmang singlim. Men sizni tashlamayman. Biz Aqsu tig'iga ulashganda baqam keynimizdan qo'g'lab kelib yetishgan edi. Keyin nim bo'ldi. Uningni xabarini ololmadim. Nima deydigansiz? Baqam tirikmikan? Tirik. U yoq bizga to qirg'izlarga qo'shilib ketgan lashkar bilan hujum qilgan edi. Shu jangda talay yigitlar o'lib ketdi. Ammo men undan keyin baqamning boy yo'qligini bilmadim. Xotirjam bo'ling. Tirik bo'lsa, cho'qim bir yerdan chiqib qolar. Angacha tutqunlarning yomg'irga keltirilganligini anglab, bu yerga kelgan Mo'ng'ul boylari qiz cho'kanlarning orasidan chiroyliqlarini xotinlikqa, erkaklarni etis eriqi ishlatish yoki mol boqtirish uchun setib olishga boshladi. Ular Manju amaldorlari bu qiz cho'kanlarning bahosini yuqori etsimi qimmat demay, so'rg'an yambu yoki mol varalarini beradi. Burundilla Qashqar xalqini hunarvan, ishqa aplik, osh tomoqqa usta deb anglaydigan Mo'ng'ullar bu yerdan biror odamni setib olmay quruq qaytmaydi. Qo'llarida uzun g'angizlarni tutib, yelkisida pulanglab yurgan bir o'rim chechi bor Manju savdogarlari va beshiga tulki bo'lg'un terillardan tumoq, uchisiga uzun qora chaponlarni kiygan tungallar bilan shibalarning boylarimi setib olgan qo'llarini oldiga silib haydab ketib boradi. Shuncha kundan beri qarindoshdek bo'lib ketgan qizlar bir-biridan ayrilg'usi kelmay o'rkirab yig'laydi. Ular bir-biridan ayrilsa, kunning seriqini ko'rmay o'lib ketadigandek his qiladi. Shuning uchunmi Yomulning ichi yig'izar qalaymiqan edi. Xo'sh nozugum, meni aytadigan bo'ldi. Nada yursakmi omon bo'layli. Men o'ylagan o'y armonlarimga yetolmasammi, sizlarga yetish nasib bo'lsin. Agar Qashqar taraflarga qaytib berib qolsalar, billa o'zgan do'stlarga salom aytsizlar. Mening endi sizlardan boshqa ko'nglimga yaqin tutqidek hech kimim yo'q. Sizlar bo'lsa-mu, meni unutmasizlar. dedi, xo'shlashish navbati kelgan buvi Aysham ikki ko'ziga yosh elib. Hargiz unutmayman buvi Aysham. Ammo shu Qashqarni bizga yenib ko'rishga nasib bo'lamdikin tang. U yerlarga berish to'g'ri kelsa, faqat sizlarga berishlari mumkin. Biz bu yo'llarda kelib yetib ozodlik uchun erlarla emas, balki ayollarni ko'rishishi kerak ekanligini. Ba'zi erlarning boshqa qiyinchilik tushganda ayollardan muojizlashib, har qanday paslik, ishplasliklarga berilganligini bildik. Ular beshining omonligi uchun el-yurt, xotin, bola chaqalarini setib yetadigan. Xudoyim o'shundoq erlardan ko'ra, sizlardek ayollarga madad bersin. Hay og'avoy, ko'p so'zlamay mansangchi. deb varqiradi buvi Ayshamga uni setib olgan Mo'ng'ul boy. Tug'ilgandan tartib otda o'ltirib yurganlikdanmi, putlari o'rg'aqqa o'xshash agri. Tovoqdek yuzidagi kichik ko'zlaridan chapoq qaynab turadigan qisqa qoshliq Mo'ng'ul boy buvi Ayshamni silkishtirib haydashga boshladi. Bo'yniga umr bo'yi yeshilmaydigan bo'yinturuq selinganini sezgan buvi Aysham ko'zlaridan urg'ib chiqqan yoshlarni to'xtatib ololmay yig'lamoqda. Yurtdan ayrilsa-mu, shu yurtning odamlaridan ayrilmay kelayotgan judolikning dardini ancha vala sezmagan Nuzugummu o'zini buvi Aysham bilan xo'shlashganda yuragini biri sug'urib elib ketib borgandek his qildi. U hatto "Hey boy, meni buvi Ayshamga qo'shib chiqib ketgin. Qanday qiyinchilik bo'lsa-mu, osh xotin ishkaylan birga ko'raylik." deb varqirg'usi keldi-yu, lekin qiyshig'i kelgan Manjuning inchika ovozini anglab jimib qoldi. "Mana, men sana degan chanto xotin mushu", dedi Qashqardan ayollarni haydab kelgan ombal yenida turgan egiz bo'yliq Mo'ng'ul no'yonga Nuzugumni ko'rsatib. "Bu Qashqar xotinlarining orasidagi guzili, ammo pahas bo'lmasang qo'ldan chiqarib qo'ysan. Yo'lda u bir ikki qatim qochmoqchi bo'lib edi, tutib oldik. O'zi bir naqshchi. Bu nima degining? Butkul 6 shaharni ta'virtib turgan chantolarning putini bir o'tikitib qo'yadi. Bu bir xotinga chonim yetmamdi. Yaraysan. Men nagili bo'lsam, akam bilan birga boraman. To'g'ri. Olaman desang, aksini qo'shib ol. O'chaqda sal ishonchli bo'ladi. Baribir sanmi ishlashga qo'l kerak-ku. Ular birga yursa, qo'lg'imi chapsanroq o'ginib ketadi. Bu boshqa bir gap. Bularning qo'llarini mahkam bog'lab, to'yga mingizinglar.
Nozugum necha vaqtdan beri talay yo'llarni piyoda mengib, tog'u dashtlarni kezib, ming bir jafolarni tortsa-mu, uning hammasini billa tug'ilib o'sgan do'stlar bilan tang ko'rgachga, u ishlar ancha vala qiyin emasdek bilingan edi. Endi ulardan ayrilib, oqsingil ikkisili qolganda, Nozugum yolg'izsirab, ruhi teximi tushib ketdi. Faqat qishidagi oqsila uning pildirlab yongan chiroqdek umidini o'chirmay turadi. Oksidan ayrilsila parqirab turgan kunmu yo'q bo'lib, olamni qorong'uchilik besib ketadigandak bilinadi. Shunglashqa u mushu chirg'im bo'lsa-mu o'chmaskan deb tilaydi. Va Mo'ng'ullar oksi ishkisini to'giga mindirib, cho'ng yulduz tarafga monganda, teximi munglanib, borliq qayg'u hasratini qo'shiq orqali izhor qildi. To'gilar joyi tog' boshi, manzilimiz yor boshi. Shu manzilga yetganda to'xtamaydi ko'z yoshi. Yalang oyoq suv kechdim, tog'ning suyidan ichdim. Dushman zulmi dastidan aziz jinimdan kechdim. Urib, o'zingizni bek yo'qitib etmang. Endi ikkimiz billig'iz singlim. Bir amalni qilib, Mo'ng'ullardan qochib qutulib ketamiz. Abdulla o'zlarini to'gilarga mindirib, kun chiqish tarafga elib minganda, atrofiga alohida sapsilib qaraydi. Ko'nglida bo'lsa, yana bu tog'ni yoqlab ketib boramiz. Balki qechib ketishga fursat bo'lib qolar, deb o'ylaydi. Qashqardan kelgan surgunlar ichidagi eng go'zal xotinni setib olganiga xush bo'lib, og'zi qo'liqiga yetgan Mo'ng'ul no'yan patpatla yo'l atrofidagi kigiz uylar tikilgan ovul qishloqlarga kirib, u yerlardan Mo'ng'ul xalqini ichib chiqatdi-da, ondan tunishlariga Nozugumni ko'rsatib maqtanatdi. Endi Qashqarni ko'msanglarmi, bizning uy kasanglar. Shu shaharga berib kelgandek bo'lasizlar. Men bularning beshini qo'shib 90 turlik tomoq tayyorlab deb, shundoq bir o'yin tomosha qildiraykin, hammalarning og'zi echilib qolsin, deb o'zining cho'ng yulduzga borganda qiladigan ishlari haqida so'zladi. Ilgari Mo'ng'ullarning kigiz uylariga kirib boqmagan Nozugum bilan Abdullaga ularning hayotimi g'alitili bilindi. O'zlarining buningdan keyin mushundoq uylarda hayot kechirdiganligini o'ylasa, ruhi tushib g'amga patadi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Turg'an To'xtamning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nozugum nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Faqat sizni bir ko'rdigan kunlar bo'ladi ekan. Faqat bu yana nima tortquliq ishimizga chiroyingizni ko'rishga ulguramadim-ku. Men tirik turib, sizlarga Nozugumni xotin qildirmayman. Kel, sadigan ketay. Ang bo'lmaganda boya no'yanning odamlari o'tib ketkichi bo'lsin, qishimga kelib yaqin.